O'zi bir xonali uyingizda qarang, mana shuncha katta joyi bo'lsa, dahshat bo'lsa kerak. Eng zo'r lokatsiyadan sotuvga chiqmoqda Nurxonda. Shunaqadan chiqsangiz, Nurxon chorraha bu tomoningiz muhayyo, lokatsiya juda ham ideal. Bir xonali kvartira G'ishlik domda sotuvga chiqmoqda, birinchi qavatda qarang, shuncha joyi bor. Mazza bo'lsa kerak. Ichkarilarini ko'rib chiqamiz. Tashqarini ko'rdilar, mana tashqaridan kirish ichkari qismi. Mana bu yerni mana katta joy qilib qo'yishgan, ya'ni oshxona qilib qo'yishgan. Holatlari yaxshi holatda, tayyor kirib yashashga. Bir xonali kvartira qarang, oshxona qilib qo'yishgan. Bu yerda muzlatgich, televizor va kir moshina, konditsioner chiqib ketadi. Qolgan gilam pardasi, oshxona jihozi va mana bu ugl qoldiriladi. Endi bu tomonga chiqadigan bo'lsak, ko'rsinmi? Koridor va bu yerda umumiy sanuzlar joylashgan. Holatlari yaxshi holatda. Tomon esa o'sha bitta xonasi, yotoqxona bo'lishi mumkin. Kirish qismi ham shu tomondan bo'lgan, yopib, kirishni bu tomondan qilib, chiroyli qilib, kattalashtirib qo'yishgan. Bu xonadagi mana shu ko'rib turgan hamma narsalar ham qoldiriladi. Bir xonali kvartira mana shunday qilib o'zgartirishgan. Narxi esa $23,000 so'rashmoqda. Albatta, kam bir qiziqarli bo'lsa, video raqamga aloqaga chiqarasizlar. Bizga obuna bo'ling, sizlarga undan ham zo'rlaymiz. Davom etamiz.